Assalomu alaykum. Umra ziyoratiga bormoqchi bo'lib yurgan ota-ona va oila a'zolarini xursand qilmoqchi bo'lgan aka-ukalar, opa-singillar. Barchangizga xayrli kun tilagan holda, do'stlar, hozirda biz Farg'ona viloyati Marg'ilon shahar Mustaqillik ko'chasida joylashgan rasmiy litsenziyaga ega Centrum Holidays turfirmasining rasmiy ofisiga tashrif buyurganmiz azizlar. Bugungi video syomkamizda siz obunachilarimizga 2026-yilda iyun oyiga yangi narxlar, yangi sharoitlar bilan siz obunachilarimizni xursand qilamiz degan umiddamiz. Agarda videoda oxiriga ko'radigan bo'lsangiz, siz obunachilarimizga 14 kunlik umra ziyorati haqida batafsil va to'liq ma'lumot berishga harakat qilamiz. Va albatta sizlardan bir donagina like bosib, kanalimizga obuna bo'lib, umra ziyoratiga bormoqchi bo'lib yurgan yaqinlarga, aka-uka, opa-singillarga videoni yuborib qo'yishni unutmanglar azizlar. Ekran qarshisiga yaxshilab joylashib oling. Biz video syomkamizni boshladik. Xo'p, hurmatli obunachilar, ko'rib turganlaringdek biz video syomkamizni boshladik. Bizga yordam beradilar Ahmadjon hoji akamizdan to'liq va batafsil ma'lumotlarni olishga harakat qilamiz. Hoji aka, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Charchamayapsizmi aka ishlar bilan? Assalomu. Aka, hozirgi kunda safarimiz haqida ma'lumot bersangiz, aka, safarimiz necha kunlik bo'ladi va qayerlarda bo'ladi? Shular haqida bir to'liq obunachilarimizga ma'lumotlar berib o'tsangiz. Safarimiz 14 kunlik bo'ladi. 3 kun Madina Munavvarada, 11 kun Makka Mukarramada bo'ladi. Madina Munavvarada gastinisalarimiz markaziyada bo'ladi. 200 metr, 300 metr oralig'ida bo'ladi. Makka Mukarramada 1 kilometr, 1,5 kilometr uzoqlikda joylashgan bo'ladi. Demak, hozirgi kunda mana shu iyun oyida reyslarimiz yo'lga qo'yilgan. Ya'ni Toshkent va Namangan yo'nalishlari bo'yicha reyslar qo'yilgan, shunday. Xudo xolasa, taomlarimiz qanday bo'ladi aka Madinada va Makkada? Taomlarimiz Madina Munavvarada 2 mahal bo'ladi, obed, ujum bo'ladi. Makka Mukarramada 3 mahal ovqatlarimiz bo'ladi. Demak, o'zbek milliy taomlari bo'ladimi aka? Albatta. O'zbek milliy taomlari bo'ladi. Hurmatli obunachilar, tavsiya beraman, agarda siz ham ota-onangiz va oila a'zolaringiz bilan birgalikda umra ziyoratiga bormoqchi bo'lib yurgan bo'lsangiz, ekrandagi raqamlarga telefon qilib, bemalol bog'lanib, joylarini bron qilishlaringiz mumkin do'stlar. Siz obunachilarimizga ishonchli va garantiyali turfirma yoritishda to'xtamaymiz. Xo'p, demak, hoji aka, yana bir narsa, 14 kun safar mobaynida o'sha 50 boshlar hamrohligida billa borib, billa kelishadimi aka? Albatta shunday. Bundan tashqari, misol 14 kun safar mobaynida sayohatlar, ziyoratlar, shu kabi ekskursiyalarimiz ham bormi? Ekskursiyalarimiz bor, albatta. Madina Munavvarada ravza tashkillashtirilgan hamda Uhud tog'iga, Xurmo bog'iga ziyoratlarimiz bor. Makka Mukarramada bo'lsa, Qizil dengizga sayohatlarimiz qo'yilgan, xudo xolasa. Demak, hurmatli obunachilar, mana o'zlaring to'liq ma'lumotlarni olyapsizlar. Yana ham to'liqroq ma'lumotlarni ekrandagi raqamlardan bemalol olib, joylarini bron qilishlaringiz mumkin. Xo'p, hoji aka, yana bir narsa, hozirgi kunda qaysi sanalarga reyslarimiz yo'lga qo'yilgan iyun oyiga? Iyun oyi uchun 21-sanadan oyda oxirigacha Toshkent Jidda yo'nalishi bo'yicha promil reyslarimiz mavjud. Bemalol telefon qilishsa bo'laveradi, xudo xolasa. Demak, do'stlar, 21-iyundan boshlab har kuni deyarli har kuni Toshkent Jidda yo'nalishi bo'yicha parvozlar amalga oshirilyapti. Xudo xolasa, kelgusida Vodiydan ham Farg'ona va Namangan yo'nalishlari bo'yicha ham reyslar yo'lga qo'yiladi. Agarda siz ham hoziroq qiziqayotgan bo'lsangiz, ekranda raqamlar qoldiramiz, bemalol bog'lanib, aloqaga chiqib joylarini bron qilishlaringiz mumkin. Hoji aka, xudo xolasa, mana shu kanalimiz nomidan chiqqanlarga bir bonus va chegirmalar qilib beramizmi? Albatta. Qilib beramiz. Xo'p, demak, hozirgi kunda narximiz nech pul? Ya'ni o'sha 21-sanadan boshlab qabullar boshlanyapti. Narxini nech pul qilib berasiz biz obunachilarimizga? Sizlar obunachilaringga 1100 deb belgiladi. Imkon qadar yana tushirib berishga harakat qiling, xudo xolasa. Do'stlar, $1100 dan to'g'ridan-to'g'ri parvozlarni Centrum Holidays turfirmasi orqali amalga oshirish imkoniyatiga ega bo'lasizlar. Hoziroq like bosing va obuna bo'ling va umra ziyoratiga bormoqchi bo'lib yurgan yaqinlarni mana shu video bilan ogohlantirib qo'ying. Do'stlar, biz qo'limizdan kelganicha ma'lumotlar berdik degan umiddaman. Agarda videomizda xato va kamchilik bo'lsa, oldindan uzr so'rayman. Yoqqan bo'lsa like bosing va obuna bo'lishni, bizni qo'llab-quvvatlashdan aslo to'xtamanglar. Sizlar bilan mana shu kunda, mana shu joylarda ko'rishib turganimizdan bag'oyat xursandmiz. Har bir mo'min musulmonlarda Baytullohda, Ka'batullohda ziyorat va tavof qilishlik hammaga nasib qilsin deb qolamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha omon bo'ling azizlar. Hoji aka, sizga ham rahmat. Sog' bo'ling.